Smart Drive chempion nomer olib sразу kelishdi oldinga. Endi bularga nima qilardim? Imенно komfort mashinamda bo'lsa, men mashina olgandan keyin komfort haydi возможностьlari bo'lsa, o'shalarni qilib bering, nima возможность bo'lsa, hammasini qilib bering deb. Birinchi o'chirib komfort uchun Alisa navigatorga qo'yib beriladi tabloda. Bu yerda nimaga udobni soat, pogoda ko'rib turasizlar, misol uchun mana shu o'zini aytsanglar ko'rsatib beradi, yo'llarni ham sразу ko'rsatib beradi. Также bormaydigan bo'lib qolsa, latmeni ham qo'yasizlar mana shuni o'zidan. Bu yoqqa nima qilindi? Rusifikatsiyalar qilindi. Полностью hammasi само собой rusifikatsiyada bo'lgan. Hammasi aytib o'tirgan, gramda, deb o'tirgan. Ekstern торможениyalar o'chgan. Biladi, opasniy joyi bor. Misol uchun yo'lda xoda chiqib turibdimi, yo'lga balonlar ekib qo'yishgan, qazib qo'yishganmi, yarmi chiqib turgan bo'lsa ham to'xtab qolyapti mashina. O'sha nestash kelib, ekstern торможениya o'chirib qo'ying, o'chirib bering deb kelishdi. Bularga kerakli приложениyalar hammasi yozildi и голосовой ассистент ham qo'yildi. Rano YouTube. Rano, открой правое окно. Извините, я вас не... Rano, открой правое окно. Rano, открой окно. Rano, закрой все окна. Rano, закрой все окна. Bular hammasini aytib turadi, hammasini qilib turadi bu yerda. Hammasi yopilyapti. Bularni bitta narsani aytib bo'lgandan keyin, ikki qilib bo'lgandan keyin ikkinchi narsani aytaman qilmaysizlar. Yo'q, bittada aytib turasizlar. Misol uchun, Rano, открой шторку. Rano, открой багажник. Rano, открой правое окно. Mana ketdi hammasi. Bittada qilib turadi, mana ko'rsizlar, hammasini qilib ketyapti. Komfortmi? Kerak bo'lsa, kevrasizlar, telefon qo'rasizlar.